Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 24-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda fa harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. E'tibor bersangiz, mana ushbu holatda yoziladida ustiga ikkita nuqta qo'ysangiz, biz t deb o'qigandik buni, esingizda bo'lsa. Endi 3 ta nuqta qo'yadigan bo'lsangiz, fa harfi bo'ladi. Sa harfi xuddi shu t ga o'xshab yoziladi, faqatgina ustida 3 tagina nuqtachasi bor. Alohida hamda so'z oxiridagi holatlari bir xil, faqat alohida holatda bunday o'zidan oldin harf bo'lgani uchun cho'pchasi bo'ladi. Demak, asosiy belgisi, eng oson tanib olish yo'li, buni ustida 3 ta dona nuqtasi bor ekan. Demak, 3 ta dona nuqtasi bo'lsa, bu fa harfi deb atalar ekan. Endi qarang. Bu sa harfi, men esingizda bo'lsa o'tgan safar aytdim. Bizda masalan x ning 2 xil varianti bor, yumshoq x, qattiq x degan. Arab tilida ham s ning bir nechta shakli bor deganim. Bugungi o'tadigan fa harfimiz o'zbek tilida yo'q. Ya'niki bu chuchuk yoki soqovcha s deb ataladi. Buni sababini tushuntiraman, qarang. Mana rasmga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ushbu s ni aytish uchun shunchaki masalan biz s deb qo'ysak, tilimiz mana tishga tegmaydi, to'g'rimi? Bu s ni aytayotganda esa qarang. Tilingiz mayda turibdi deb tasavvur qilingda, s deyotgan paytingizda faqatgina chizgi salgina tegizsangiz, mana qarang. Fa, 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 fa. Qarang, endi sa, si, su deb o'qib ko'raman. Fa, fi, su. Demak, ushbu harf juda ham oson ekan, qiyinlashtirib yubormang. Shunchaki, mana tilingiz mayda turib tasavvur qiling. Shu s ni aytayotganda tilingizni tishga tegizasiz, oldi tishga. Bo'ldi, mana qarang. Fa, fi, fu. Fa, fa, fa. Tushunarlimi maqraji? Bu o'zbek tilida yo'q harf hisoblanadi. Shunchaki tilingizni oldi tishga tegizsangiz, arabcha fa harfi bo'ladi. Menimcha buni tushundingiz deb o'ylayman. Endi qarang, yana bir boshdan takrorlab o'tamiz. O'tgan safar aytib o'tganimdek, s ning bir nechta turi bor. Bu ikkinchi s harfi hisoblanadi. Arabcha ismi esa fa, fa, fa deb o'qilar ekan. Bu chuchuk s yoki bo'lmasa soqovcha s deb yuritiladi bizda. Buni ismi nima desa, demak fa, fa deb o'qiysiz. Mana ataylab tepasiga to'lqinchalar qo'yib qo'ydim, chunki o'zbek tilidagi s emas. O'zbekcha s-day, lekin faqat men aytib o'tganimdek, shu tilingizni chizgi tegizsiz bo'ldi. Mana oldi chizgi mana. Fa, 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 fi, su. Bo'ldi, juda ham oson ekan. Endi keling kitobdagi misollarni o'qib ko'ramiz. Kitobdagi so'zlarni boshdan boshlab o'qiymiz. Qarang. Bas, masda mana qarang. O'zbekcha s bilan farqi bor, qarang. Bas, bu o'zbekcha. Arabcha s-da, shu aytganimdek, tilingizni oldishga tegizsiz, arabcha bo'ladi, yo'qoladi. Mana qarang. Bas, bas, bas. Shu holatda. Fiba, fiba, fiba. Fiba. Bada tebratishim bor, e'tibor berasiz. Endi qarang mana. Yana o'sha eski o'zimizda s ustida nuqta 3 ta nuqtasi bo'lsa, nima bo'lar ekan? Arabcha fa harfi bo'lar ekan. Endi o'qib ko'ramiz, qarang. F a m, fama, fama, fama. Bu pastga tushib ketgan m. Buni biz m ni noodatiy holatlarda o'tgandik. Shunda f a m, fama, fama. Chuchuk s bo'lsin. Osongina ekan, tilingizni oldi chizgi tegizsiz bo'ldi, chuchuk bo'ladi, qoladi. Endi qarang. F, ina, fina, 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 fina. Mana talaffuziga ham e'tibor bering. Sin emasda, fina, fina. Endi bunisi bu s, a, mana bu yo'q m, ar, samar, samar, samar. Endi buni o'qib ko'ramiz. F, a, mana bu ham m, mana o'tdik noodatiy m da, bu ham m, mana bu ham m. Shunda f, a, m, ana, saman, saman, saman degan holatda o'qiysiz. Endi bu yoqda o'qib ko'ramiz, qarang. F, bu mana tepada mana cho'pcha bor-ku, tepasi bo'lishi, tepasi qo'yasiz. Bu kitobda xatosi. F, a, v, r, u. Sawru, sawru. Sawbu, sawbu. Shu holatda o'qiysiz. Endi bunisini qarang. Bu ham tepasi bo'ladi cho'pcha. F, a, y. Saybu, saybu. Shu holatda o'qiysiz. Endi bu yoqdagi so'zlarni o'qib qo'yamiz. Ma, bu chuchuksa, mana qarang, 3 ta nuqtasi bor. Misalu, misalu, misalu. Endi bunisi ma, u, fa, la, u. Musalu, musalu. Chuchuksaga e'tibor berasiz. Endi bunisini o'qiymiz, qarang. Ma, a, fa, ala, masal, masal, masal. Masal emasda, masal, masal. Shu holatda o'qiysiz. Chuchuksa o'xshasa bo'ldi. Tilingizni oldiga tegizib qo'ysangiz, chuchuksa bo'ladi, qoladi. K, a, v, s, ar. Ka va sar. Ka va sar. Mana shu so'zni siz
sizga nimani eslatdi? Videoni ostiga yozib qoldirasiz. Buni siz har kuni lekin namozda zam sura sifatida o'qiysiz. Mana shu qarang, chuchuk s ekan. Shu qaysi sura ekanligini video ostiga yozib qoldirsangiz ham xursand bo'laman. Demak, shuni e'tibor beramiz. Ka va sar. Ka va sar chuchuk s ekan, qarang. Endi bunisi aksaro. Aksaro. Endi bunisi yuksiru. Yuksiru. Asbata. Asbata. Yuthbitu. Yuthbitu. Istaktharo. Istaktharo. Hop, matniyamda so'z bor ekan. Yastakfiru. Yastakfiru. Shu mashinga chuchuk s'ga e'tibor berasiz. Hop, keyingisi. Endi bunisini o'qib ko'ramiz, qarang. Tasqala. Bu qarang, buni chuchuk qilib qo'ymang. Bu oddiysi, buni chuchuksi. Tasqala. Tasqala. Endi bunisi. Tasqilu. Tasqilu. Endi qarang, oddiysi bilan hozir o'tgan chuchuk s'imizni farqlarini solishtiryapti. Qarang, bu s, bu m, ar, samar, oddiy o'zimizda samar. Endi bunisi qarang. Samar. Bunisi chuchuk s, a, m, ar. Shunda samar. Endi bunisi qarang. Sabatu. B harfi tebratiladi, e'tibor berasiz. Endi bunisi chuchuk s, qarang. Sabatu. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. Salsu. Oddiy. Endi bunisini qarang. Salsu. Shu holatda hammasini bir boshlab o'qiyverasiz. Faqatgina o'zimizni s ekan, murakkablashtirib yubormang. Mana hozir men rasmni yana bir marta tushuntiraman. Qarang, juda oson. Bu qo'rqinchli emas. Nomi chuchuk s ekan. O'zimizda chuchuk s deb ataladi bu. Faqatgina shu tilimizni tishimizga tegizib aytsak bo'ldi ekan. Su. Yana men qarang, tilingizni tegizib olib, keyin s demang. Bunday tegizib olib s deb aytib bo'lmaydi. Bunday maytib turibdi, tilingiz qarang. Sa. Tilingizni chizga tegizib qo'ysangiz bo'ldi. Sa bo'ladi, qoladi. Mana sa. Asosiy maxraji su. Demak, su. Demak, shu holatda o'qib ko'proq mashq qilasiz, lekin ko'p mashq qiladigan harf emas. Osongina shu holatda aytsangiz o'xshaydi. Xo'p, uyga vazifa har doimgidek ushbu birinchi varaqda o'tganimizni ko'chirib olasiz hamda hozir kitobda o'tgan so'zlarimizda mana ushbu kitobda o'tdik so'zlarni, shu so'zlarni hammasini yozib bizga jo'natsangiz, biz yana har doimgidek tekshirib beramiz. Darslarimiz yana 2 kundan keyin o'z vaqtida, ya'ni 21:00 da bo'ladi. Keyin Telegram guruhimizga ham qo'shilishni unutmang, chunki Telegram guruhimizda har kuni 14:30 da test bo'lyapti hamda dars yo'q kunlari ham 21:00 da test ishlaymiz.